Assalomu alaykum hammalangizga. Mana yangi ochilgan posyolkalardan to'p kelgan. Xullas, mana shu uchastka sotilish kerak. 700 sotixlik uchastka, dokumentlari polni bor. Mana suv ham kelgan. Transformatorni ko'ryapsizlar? Mana shu transformatorning altdan az videoni oxirigacha ko'rsangiz ko'rsatamiz. Asfalt chog'i shunday chiqadi. Keyin bu yoq shevin. Shevini nima degan? Mokri asfaltmi deyman. Xullas, mana shu uchastka sotilish kerak. Narxi 650 ming rubl. Bu yerga men konkretni xaridor kerak dedi. Srochni sotishim kerak, narxini ham yana konkretni tushaman deb sotib beraman dedi. Mana shunday uchastka xullas. Bu yerda naraq uje yangi salonga ular ketgan. Bunaqdan uchastkalar ko'tarilgan. Mana bu yoq ham uje ketgan ekan. Bu yoq ham 1-2 yilda obod bo'lib qolsa kerak. Manzil Ramskiy rayon. Mana ekranlaringizga raqamini qo'yib qo'ydim, uyning egasini. Telefon qilingizlar, местоположение taylaydi. 650 ming rubl debsan, yana qancha tushasan? Qanday yana udostvolar bor, endi biz bilmagan videoda aytilmagan gaplarda qolgan ma'lumotlarni xullas egasidan so'rab bilib olasizlar. Shu videoni tarqatingizlar. Uchastka olmoqchi bo'lgan insonlar ham tobora ko'payib boryapti. Mana o'zim, mana hamsoyalar ham laqaylar ekan. Xullas kelib, mana shu yerda bemalol yashab qolasizlar. Yaqinda uchastka yaqinda yaxshi joyda ham joylashgan ekan. Bir badqaq joydan emas, yenish joyda suvlar ham, kanalizatsiyalar ham zanglab yenib ketadi. Hayot bolalar uchun kattadan katta rahmat. Lekin shu videorolikimizni fikrlaringiz bo'lsa kommentariya yozingizlar. Egasimi savdo qilingizlar, tov bo'ladi, yo'l bo'ladi deganda, mana uchastka ham konkretni savdo bo'ladi. Mana uchastkalarda birinchi marta kelib reklama qilishim. Yana reklama talablar bo'lsa, o'zimning raqamimni mana endi chiqarib qo'ydim. Shunga murojaat qilib qolasizlar. E'tiborlaringiz uchun kattadan katta rahmat.